Yana o'sha har yilgi muammolardan bittasi molxona va qo'yxonalardagi chivinlarni yozgi sezonda qanday yo'qotish masalasi bo'yicha ko'plab savollar kelib tushadi. Bunda eng zo'r dorilardan bittasi mana sniper dorisi bo'ladi. Buni bitta qadoqning ichida bitta qizil, bitta qora upakovkada bo'ladi. Bu ikkalasini 1,5 litrga, buni ikkalasini 1 litr suvga solib eritib qo'yilsa, imkon qadar agar ichiga 2 osh qoshiq shakar qo'shib qilsa-ku, juda zo'r bo'ladi. U tayyor bo'lgan eritmani mana bu stoykalar, armaturlar, molda turba joylari, betonlargacha, uyga, shkaflarga, qo'yxona turbalariga, hamma joyga qo'llasa bo'ladi. Buni sepgandan keyin bu dori 20 kundan 1 oygacha ushlab beradi. Effekti eng zo'r dorilar ham mollarga, hayvonlarga ziyonsiz holatda bo'ladi. Yana bitta zo'r ma'lumot, o'sha dorini ortganini bir mollar tegmaydigan chetroq joyga, tarilgachalarga sop qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Zo'r effekt beradi. Kanalimizni kuzatishda davom eting.